Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan shokoladli stochni tort tayyorlaymiz. Ichni tuxum oqini sarig'idan ayirishdan boshlaymiz. Bir tarafdan stand mikserimda tuxumni oqini ko'pirtirishni boshladim. Agar sizda stand mikser yo'q bo'lsa, birinchi tuxum sarig'i massasini tayyorlab, keyin esa tuxum oqini ko'pirtirishga o'ting. Tuxumni sarig'iga shakarni solib aralashtiramiz. Shakar yaxshilab erishi uchun iliq suvni solib aralashtirishda davom etamiz. Keyin qolgan masalliqlarni solib yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan massaga ko'pirtirilgan tuxumni oqidan oz-oz solib, ehtiyotkorlik bilan aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan biskvit xamurini qolipimizga solib, oldindan isitilgan 160 daraja pechkamizda pishirib olamiz. Biskvitimiz pishgunigacha tort uchun mevali sos tayyorladim. Xohishga ko'ra svejiy meva ham qo'ysangiz bo'ladi. Men muzlatilgan mevalarimni shakar bilan eritib, kraxmalli suv bilan qivomga keltirib oldim. Tortimizning kremi uchun hamma mahsulotlarni oldin aralashtiramiz, keyin esa past olovda yaxshilab aralashtirib pishiramiz. Pishgan kremimiz sovigach, eritilgan shokolad va slivka solib mikser qilib olamiz. Endi tortimizni terishni boshlaymiz. Biskvitni propitka qilib, tayyorlagan shokoladli kremimizni, keyin esa mevali sosimizni qo'yamiz. Ikkinchi qavatini ham biskvit, propitka, krema va sos qo'yib taxlab olamiz. Ust qavatini propitka qilib, qolgan oz kremimni tortni hamma yog'iga surkab oldim. Ganaj uchun slivkani past olovda isitib, isigach shokoladni solib eritdim. Orex qo'shib aralashtirdim. Tayyor bo'lgan ganajni tortimizga qo'yamiz. 3-4 soatga muzlatgichga yuboramiz. Retseptlarimni to'liq videosi YouTube kanalimda bor. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang.